yoshlar hayotida giyohvandlik bilan bog'liq eng katta xavf sizni xavotir keltirayotgan eng katta xavf nima? Bilmaslik oqibatlarini jiddiy qabul qilmaslik. Ko'pincha yoshlar bilmaydi, qiynaladi. Oson muammolardan, stressdan oson chiqib ketaman deb ko'pchilik bir marta mayli shu narsaga, shu yo'lga qadam bossam bo'ladi, keyin qaytib orqaga qaytaman deb o'ylaydi, lekin qayta olmaydi. Pushaymonni kech bo'lish. Ko'pchilik yoshlar mana shuni oqibatlarini, jiddiyligini bilmasligi eng yomon narsa. Maqsadga erishishda oson yo'ldan borish, mehnat, mashaqqatli yo'l bilan yetish o'rniga tezda erishaman, tezda mana shu muammolarni unutaman deb harakat qilishni o'ylayman. Real voqealar, holatlar, o'sha talabalarni real xavfli o'sha taqdirlar haqida ochiqdan ochiq aytish vaqti kelmadimi? Ochiqdan ochiq aytilyapti. Men o'ylayman, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan holatlarimiz, mana televideniyani yoritayotganligi, katta-katta loyihalarni ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda ko'p oxirgi vaqtlar o'zingizam kuzatgan bo'lsangiz kerak. Biz ham shu tarafdorimiz, oqibatlarini kengroq ochiqlashimiz kerak. Ya'ni iloji boricha ko'proq odam buni shu ayniqsa sintetik moddalarni yoshlarimiz bu narkotik sifatida, og'ir dori sifatida qabul qilmasdan, bitta tabletka ko'p o'tib ketadi deb ko'pchilik shu narsaga mukkasidan ketib, keyin bu ko'chadan qaytib chiqa olmayapti. Buni endi bitta yo'l bilan yechish mumkin. Mayli, albatta u texnologiyalar rivojlanib, bu dorilarni misol uchun tayyorlash uchun laboratoriyalar murakkabligi, tizim rivojlanib ketayotgani murakkab jarayon bo'lishi mumkin, lekin odamning o'zining immuniteti ham kuchayishi kerak-da. Ya'ni biz jamiyatni, ayniqsa yoshlarning immunitetini kuchayishi uchun ko'proq bu mavzu haqida bong urishimiz kerak, ko'proq gapirishimiz kerak. Ko'p savollar bor. Biz hali ichiga tushib, buni o'rganib, tahlil qilib, mukammal tushungan soha emas. Bu yangilanib ketyapti-da, tushunib bo'lmayapti. Bir kun yangi doridan turib chiqadi. Mana oldin qora dori degan narsa bo'lardi, mana hozir qarang, o'zi ana sintetik vositalarni, sintetik kayf deb, sintetik mana shunaqangi har xil tabletkalar paydo bo'lgandan keyin uni topib bo'lmayapti. Uni har xil dori vositalari sifatida kiradi, qonunga xilof bo'lmagan holda, lekin uni laboratoriyaga borib qorishma qilsangiz, u yerdagi shunaqangi sintetik doriga aylanyapti. Lekin tegi unaqa emas. Lekin mahsulot bilan birlashtirsangiz shunaqa bo'lyapti. Masalan, hozir shuning uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan jamoatchilik teppa-teng mas'uliyatni olish kerak. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar buni keng tarqalishiga, laboratoriyalarni fosh etilishi, mana shu sohada jinoyatga qo'l urgan shaxslarni fosh etish bilan shug'ullansa, jamoatchilik shuni fosh etishga yordam berish kerak. Jamoatchilik immunitet hosil qilib, mana shunaqangi siz aytganingizdek konfet tashab ketadiganmi yoki shprits tashab ketadiganmi, tabletka tashab ketadiganlarni topib tutib berishimiz kerak. Biz shun jamoatchiligi tizimini o'rganib, mana prezidentimiz o'sha alohida kuyunib aytganlari, parlamentga bo'lgan murojaatlarda ham, xalqqa murojaatnomalarda ko'rdingiz. Kecha mana o'sha xavfsizlik masalasida o'tkazgan yig'ilishlarda ham, ichki ishlar masalasida ham shu narsani ko'tardilar. Suhbatlardan keyin bitta umid paydo bo'ldi, Yoshlar front ofisi. Lekin bitta masala, Yoshlar front ofisida a'zo bo'lgan yoshlarni hayoti qanchalik biz himoya qilamiz, ularni xavfsizligi. Ana endi men sizga aytmoqchiman, boyagi masalam jamoatchilik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlar teppa-teng yurish kerak. Albatta ularni o'zini mustaqil qo'yib yuborib, jiddiy misol uchun tahlikali narsaga yo'naltirib bo'lmaydi. Ko'ngilli sifatida avvalambor uni aniqlash, o'sha ichki ishlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga o'z vaqtida munosabat bildirish. Bilasizmi, eng og'ir narsa nima? Biz bir xil vaqtlari ko'rib, bilib turib yondan o'tib ketamiz-da. Ogohlantirib ham qo'ymaymiz-da mas'ul idoralarni. Shuni qilsak ham, yoshlar shuni qilsa, keyin uni targ'ibotini yana davom ettiramiz. Ochiqini aytish kerak. Biz qilayotgan, amalga oshirayotgan loyihalar mukammal deb bo'ladimi? Albatta men mukammal deyishdan yiroqman, chunki biz hali bu sohani mukammal bilmaymiz. O'zimiz o'rganishdamiz, izlanishdamiz, yangi bilimlarni olyapmiz, yangi tajriba to'playapmiz. Va shu tajribaning ustida sekin-sekin keyingi yil balkim men bir sizga yana aniqroq, mukammalroq, batafsilroq ma'lumot berishim mumkin. Yoshlar ishlari agentligi keskin kurashadigan payt keldida, mana bizda inspektorlarni o'zini laboratoriya ochgan holatlari aniqlandi. Nimaga Yoshlar ishlari agentligi Ichki ishlar vazirligidan keskin choralarni talab qilib chiqmaydi? Kimga ishonaylik? Inspektor o'zi shunaqa laboratoriya ochib o'tirsa. Rahmat sizga. Ichki ishlar sohasini isloh qilish bo'yicha Yoshlar agentligi emas, muhtaram prezidentimiz yig'ilish o'tkazib berdilar. Ko'rgan bo'lsangiz, Ichki ishlar vazirligida tuzilmasida katta islohotlar boshlandi. Albatta tuzatayotgan ishlar ham davom etyapti. Tizim bor, ya'ni bu sohani egalari bor. Lekin O'zbekistondagi hamma yoshlar sizni ukalaringiz. Siz qayg'urishingiz kerak. Juda ham to'g'ri. Shuning uchun ham biz siz bilan hozir shu yerdamiz, gaplashib turibmiz. Agar gaplashmaganimizda, ko'rishmaganimizda siz bu haqida bemalol misol uchun aytsangiz bo'lardi. Marhamat, fikrlarni olamiz, takliflarni olamiz, ishlaymiz. Biz shu talablarni ham qo'yganmiz.
albatta men o'ylayman bu narsa mana shu oldinga surilgan ishlar natijasini beradi. Qisman bo'lsa ham xatomizdan o'rganamiz, yangi yildan o'rganamiz. Muammo aniq, vazifamiz aniq, endi shunga yetishimiz kerak. Bilasizmi, boyagi jamoatchilik keng yoritishimiz deganda shu ko'chaga kirib qolib qaytib chiqib keta olmayotgan juda ko'plab yoshlarimiz bor, boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Baribir bu yerda jamoatchilikni, ommaviy axborot vositalari vakillarining o'rni juda ham muhim bo'ladi. Ya'ni biz bilan teppa-teng bu frontda yana bitta front ofis paydo bo'ladi, bu jamoatchilikka ochiq deydiganlar. Albatta sizlarning yordamingiz juda ham muhim, dolzarb.